zo'r. Samandar, ayni Abdulla akamning so'zlarini isbot tariqasida yana bir narsa aytmoqchimanki, biz yaqinda mana prezidentimiz haqiqatan ham O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Ahmadovichga shunaqa vazifa yukladilarki, o'sha eski prodyuserlarni topish, eski murabbiy ustozlarni topib, o'sha respublikamizni uzoq joylarda talant, iste'dodlarni topib, o'shalarni yuzaga chiqarish borasida juda katta hozir qaror farmon e'lon qilib, yuklama berdilar vazirga. Va ana shu siz aytgan hamma o'sha siz hozirgi gaplaringiz shuni ichiga kirib, albatta. chunki men ko'raman, juda ko'pchilik iste'dodlar kelishadi oldimga, yoshlar, ota-onasi olib keladi. Eshitsangizchi, miraqasi qani ularga prodyuserlar qani imkoniyat. Shu narsalarni bilib turib qarang, sezib shunaqa bir do'stlar, Burxon Sharopov bu 40 yillik prodyuser desak bo'ladi, Burxon aka. Chunki qilgan ishlari prodyuserlikda, rostdan ham qancha reklama qila oladi. Ha, har qancha san'atkorlar kashf bo'ldi aynan bu loyiha bilan. Endi o'rta prodyuser, sizni ijodingiz bilan bizni 8 yoshgina farqimiz bor ekan. Qarang, 40 yillik tajribaga ega. Yoshim yetmagan, nima qilasiz? Siz yoshingiz yetmoqchi emasman men. Demoqchimanki, sizni o'zi professional ijod qilayotganingizga hozir bundoq hisoblab qarasam 40 yil bo'libdi-da, Burxon aka. 1986-yil asosiy o'sha mana rahmatli joy jannati bo'lgur O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muhriddin Xoliqov, rahmatli do'stim. Aka, zo'r qiziq joyga keldik-da. Suhbat juda ham chiroyli bo'lyapti. To'ymayapmiz va vaqt qarangki, tez o'tyapgan deb. Men bilmay qoldim, vaqt o'tib ketib qoldi. Boriga shukur. Burxon aka, so'raganda aybi yo'q. Hozirgi vaqtda prodyuserlik faoliyatni qanchalik rivojlantiryapsiz? Qanchalik davom ettiryapsiz? Men endi hech qachon bu prodyuserlik vazifamdan chetlanmaganman o'zimni. O'sha Samandar aytgandek 1986-yildan beri o'zim bilmagan holatda prodyuserlik qilgan ekanman. Qarang. O'sha Muhriddin Xoliqov, ko'pchilik mana Ilhom Farmon, hattoki mana vazirimiz Ozodbek Nazarbek, Anvar Sanayev, ularni sanash juda ko'p uzoq. Hozir vaqtimiz ham yetmaydi. Aka, xalq artisti bo'lib ketdi hozirgi paytda bu insonlar hammasi. Albatta, xalq artisti, xizmat ko'rsatgan artistlar, davlat mukofot laureatlari va qarangki, hozirgi kunda o'sha ko'p yoshlar kelishadi, qizlar, bolalar, ota-onalar olib kelishadi. Juda ham ko'p iste'dodlar bor ichida. Mana hozir Akbar Ali degan bir ukamiz bor, 12-13 yoshda. Shu bolani hozir o'sha Muhriddin akamning shogirdi Muhammadjon Abdullayev degan xonandamiz bor. Muhammadjon akam, Muhammadjon Abdullayevga shuni topshirib, hozir o'sha mutatsiya davrida o'tish jarayonida o'sha ko'proq e'tibor bergandim. Nimaga deganda 12-13 yoshlik bola ertaga ovoz o'zgaradi. Bolalikdan o'smirlik o'tganda ovoz jarayonlari buzilishi kerak emas. Shunaqa narsalar bilan hozir shug'ullanaman. Yosh u qari farqi yo'q. Mana hozir Bobur Yo'ldashev degan bir ukamiz bor. Bobur Yo'ldashev. Bobur Yo'ldashev endi o'zimizni iqtidorli aktyorimiz. Yosh ijodkormiz. Bobur Yo'ldashev bu o'rta yosh. Hozirgi kunda shunga prodyuserlik amaliyotdan aktyor, xonanda va nasib etsa sevimli kunda premyerasi qilmoqchi bo'lgan edik-ku, endi keyingi ko'rsatuvda qoldiramiz. Yaqinda shu kliplar tayyor bo'ladi. Achchiq haqiqat. Mana bugungi kunda Abdulla akam kuylaganlaridek har bitta mavzu tosh bosadigan mavzu-da. Shunga ko'proq e'tibor berish kerak, chunki bularning qo'shiqlari namuna qo'shiqlarda. Bu insonlar o'rnak bo'ladigan. Mana aziz yoshlar, aziz san'atkor xonandalar bo'lmoqchi bo'lganlar. O'rnak olinglar. Mana shu umringiz uzoq bo'lsin avvalo. Rahmat. Nima deydi, shu ijodi uzoqda ijodlari. Rahmat. Davomiy. Yangi qo'shiqlar. Bugun nima? Kecha paydo bo'ldi, ertaga yo'q u xonandalar. Kecha paydo, ertaga yo'q.